Assalomu alaykum obunachilar. Mana navbatdagi bugungi 4-darvozamiz. Jo'yanchi Kirov kopga o'rnatdik. Kimga narx qiziq bo'lsa, videoni o'tkazib yubormang. Oxirida aytib o'tamiz. Mana har doimgidek bir lis 6-4-2-1 uchtadan shalner zamoklari. Ko'rib baho beringizlar. Razmerimiz 3.70 ga 3. Ya'ni 3 balandligi 3.70. Juda chiroyli bo'ldi. Mana pastlari bilan mashina bildiryapmiz. Taylarga turboq qo'yib 5 tadan ilindi. Ochilib yopilishlari. Mana keyin baho beringizlar. Kimga shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, nomerlarga telefon qilaverasizlar. Narxi 10 millionga bitta. Obshe. Juda chiroyli bo'ldi. Obuna bo'lib qo'yamiz, ishimizni kuzatib boring. Kommentlar shu videoni do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Kimga darvoza kerak bo'lsa. E'tiborlar uchun rahmat.